2 kun oldin mana shu yerdan 79 mingga 7-etajdan 4 xona razdenniy planirovkada uy qo'ydim. Rosali odam telefon qilib, uspet qilmadinglar. Bu safar o'zim kutgandan ham arzonroq narxda uyimiz chiqib qoldi. Sizlar kutgan narxdan umuman arzon bo'ladi. Videoning oxirida narxini aytib o'taman. Ungacha menga podpiska tashlab, поддержка qilib turish esdan chiqmasin. Uyimizning oldida parkovkadan muammo yo'q. Детский площадка. Shunday chiqsanglar 10-bekat. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimizda bez remont. Birinchi xonamizda. Xuddi shu 2 kun oldin qo'yilgandagi planirovka uyimizda. Ikkinchi xonamizda. Oshxona set yo'q ekan, endi hech kim yashamaydi bu yerda. Uchinchi xonamizda. Oxirgi 4-xonamizda. Pastdagi uyimizda, kecha qo'ygan uyimizda mana devor yo'q edi, olib tashalgan edi. O'shaning uchun katta bo'lib turibdi. Uyimizning oldida maktab, shu maktabning to'g'risida uyimizning yonida bog'cha ham bor. Oxirgi etajdan ko'pchilik qo'rqadi, suv oqizib yuboradi, o'tkazib yuboradi degan gaplar bo'ladi. Lekin mana har bitta xonasini ko'rib chiqdim. Uyimizning remonti yomon bo'lsa ham, tomlari normalniy. Mana ko'rishingiz uchun har bitta xonasini ko'rib chiqdim. Tom zo'r. Bu uyimizdan olib tashlab, chiroyli qilib o'zingiz vkusiga qarab remont qilsanglar bo'ladi. Oshxona, tualet, razdenniy. Uyimizning narxi 61.500 dollar, uspetib qolinglar.